unutmay o'lmaydigan so'z qolishi, millatga meros bo'ladigan darajadagi so'z qolishini o'zi menimcha eng katta mukofot bo'lsa kerak. Boya qizlarimiz ijod maktabi haqida so'z ketdilar. Alloh nasib qilsa u ham bo'ladi. Lekin bu ijod maktabi allaqachon faoliyat ko'rsatyapti va bu ijod maktabi hali qancha yoshlarni tarbiyalashga ham albatta o'z hissalarini qo'shadi. Men oila a'zolariga chin ko'ngildan minnatdorchilik bildirgan holda yana bir bora mavjuda kelinimizga sog'lik, omonlik tilagan holda hozir so'zni oila a'zolari nomidan Farhod aka boshlayib beraman. Azizlar, bizning marralarimizni biz Sharof akamni qizlari Kamolaxon, nevaralari o'tiribdilar. 3 ta ukasi kelganmiz. Marat ko'rdilar, yana Tohir degan ukam o'tiribdilar. Samad hayronlarimiz. Hayollarimiz endi juda bolalikda Sharof akamning butun hayotimiz, tariximiz, hayotimiz, oilamiz hayoti esimizga kelyapti. Bizga Sharof akamdan katta bir unvon qolganlarda hamma bizni tanishtirganda bizda ismimizni aytmaydilar, ammo do'stlar, o'rtoqlar ko'p tanishtirsa bu Sharof Boshbekovning ukasi deb tanishtiradi hammaga. Endi bu bizga yoqadi yoqmaydi boshqa narsa, men mana shu holatda bizni tanishtirayotgan odamlarga qarayman. Men tanishtirayotgan odam qanaqa holatga tushadi? Shu aytgan paytda Sharof Boshbekov ukasi desa birorta odam kim ekan degan xayolga bormaydilar. Hammasi yuzida bir nur paydo bo'ladi. Xursandchilik paydo bo'ladi, bir boshqacha mehr bilan bizga qaray boshlaydi. Demak, ularni kuzataman. Demak, hammasi shular o'zbeklarning hammasi Sharof Boshbekovni biladi. Sharof Boshbekovning asarlarini biladi-da. Bu asarlar har bir o'zbekning xonadoniga kirib borgan. Har bir o'zbekning qalbiga kirib borgan, yuragiga kirib borgan ekan. Mana shundan xursandmiz. Endi men hozir davraga qarayman. Shu davrada juda ko'p insonlar o'tiribdi. Abdumalik Boyqo'ziyev degan mashhur o'zbek shoirlar bilan o'tiribdilar. Buxorodan ikkita shoir, yozuvchi kelgan, Botir Kamol degan bir shoir o'tiribdilar. Katta bir dramaturg, yozuvchi. Uni orqalarida Rajab Otaturk taxallusini ijod qilayotgan Rajab Otaturk taniqli yozuvchi. Yana bir qiziq holat, biz G'ubur degan qishloqda, Bulung'ur tumanidagi G'ubur degan qishloqda katta bo'lsak, mana birinchi qatorda ikkita Bulung'urdan kelgan ikkita sinfdoshlar o'tiribdilar. Birinchisi Bulung'urda birga o'qigan Jamol aka degan inson. Uni yonlarida Alloh aka degan o'sha G'ubur qishlog'ida birga katta bo'lib, hozir ham o'sha yerda yashayotgan bir inson, shu joylardan kelishgan. Uni yonlarida Tursunva Rahmon degan bir yozuvchi o'tiribdilar. Agar shu kishi bir tursa, bir qarsak chalsak, bu uchun meselaring bu odam hozir qanday 2 yoshda. Buni yonida Bulung'urdan yana ikkita do'stimiz kelgan, Bulung'ur tuman gazetasining va mana shu joyda juda ko'p yaqinlarda ko'ryapman. Sharof akam hayotligida biror marta yubiley qilmagan. Tantana qilmaganlar o'zi bo'laydi. Nima uchun qilmaysiz deb so'raganlarimizda endi bilaman ko'p odam meni hurmat qiladi, lekin ularning orasida meni yoqtirmaydiganlarim bo'lishi mumkin-ku. Kimdadir ozgina bir haligi soxtalikni ko'rsam men ko'tara olmayman deb turadi. Qilmaganlar ishoncho. Bitta qimirlab qilishga harakat qilganman, 65 yoshga to'lganlarda o'zi aktyor keldi. Bir alif uchrashuv qilaylik. Hamma aktyorlar sizni asarlaringizni o'ynagan bo'ladi. Va sahna ko'rinishlari qilaylik. Siz o'zingiz qo'shiqor rolini o'ynab bersangiz, qo'shiqor rolini o'zingiz o'ynab bersangizda alomat bilan shunaqa dialog yarating. Bu Sharof Boshbekovning o'zi kim? Uni hayoti, taqdiri qanaqa? Mana shu savolga bir yaxshilab javob qilsangiz, o'zingiz o'ynasangiz boshqa narsa bo'ladi deganda, bir chehrasi yorishib, bir xursand bo'ldilar. O'ylab ko'raylik. Bir haftadan kelib, qani ssenariy tayyor bo'lyapti desam, deb qo'ydi. Bilmadim, bu odamlarda albatta ortiqcha ko'rintirish, tashkil qo'yish degan narsalar shu qadar kamtar inson edilarki, bahosiga bunaqa odamni uchratish qiyin. Shuning uchun bugun
birinchi marta mana shu zalda Sharof Boshbekovni eslab alohida bir tadbir o'tkazildi. Mana shu tadbirga tashkil qilgan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga, qo'shimchasiga, Sirojma Kamolariga butun mana shu yozuvchilar uyushmasining faollari, olimlari bilan Muhammadjon ukamiz o'tiribdilar, juda faollik bilan ish qildilar. Shularga chin dildan rahmat aytamiz. Mana bu kelganlarga sabr bilan kelib, vaqtlarini ayirmasdan mana shu davraga kelib, shu eshitib o'tirganlar hammalaringizga ta'zim qilamiz. Katta rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, martabalaring baland bo'lsin hammalaringizga. Bitta gap bilan tugataman so'zlarimni. Televideniyada ko'rsatib bo'lyapti. Sahna shou degan ko'rsatuv nazarimda. Shunda yoshlar teatrda ya kinoni ko'rinishlarini beryapti, musobaqa o'ynayapti. Sharof akam ham juri a'zosi, hayot a'zosi. Isamxo'jayev bo'ladilar, hozir o'sha sog'liq yaxshilar. Shunda Temir xotindan ham parcha ko'rsatganda, endi asar qo'yilganiga o'shanda 30 yildan oshgan paytda, hozir 30 yil deb qo'yilgan. 30 yildan keyin yoshlar shuni ko'rayotganligini ko'rib, Sharof akam chin dildan yurakdan xursand bo'ldilar. Bitta gap aytdilar. Unutmaganlarimiz rahmat. Degan gap aytdilar. Mana shu minbarda ham Sharof Boshbekovni unutmaganlarimiz rahmat deymiz.